To'p oldida zarba yo'llandi. Salgina zarba. Zarba yaxshi. Ne'matov, qarasan. Abdullayev shunga qaramasdan turib tepdi. Zarba yo'q. Bu safar ana Ashurmatovning zarbasi. Va aylandi. Bayranvand chalg'itishga qancha harakat qilmasin, Akmal sovuqqon futbolchi. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar seriyali nuqta qo'yib berdi. Bu o'rtoqlik turniri, lekin mayli bu ham bir yutuq. Eron ustidan erishilgan har qanday g'alabamiz yutuq.